Quyosh nur sochadi. Ona zamin hayot beradi. Inson tabiat bilan uyg'un yashamas ekan, barqaror kelajak bo'lishi mumkin emas. Ana shu tamoyilga tayangan holda korxonamiz o'z faoliyatini inson, jamiyat va tabiat manfaatlari uyg'unligi asosida yo'lga qo'ydi. 2025-yil korxona uchun sinovlar, tajriba va kelgusi barqaror rivojlanishga mustahkam poydevor yaratilgan yil bo'ldi. Ayni shu davrda ko'p tarmoqli agroklasterni shakllantirish yo'lida qator yirik ishlar amalga oshirildi. Sardoba suv ombori hududida 657,7 gektar yerda agromeliorativ ishlar bajarildi. 15 kilometr beton lotokli sug'orish tizimi barpo etildi. 58 ta elektr ustuni o'rnatildi. Yer yana hayotga to'ldi. Yer yana nafas oldi. Tabiat va inson mehnati uyg'unlashib, ekinlar parvarishlandi. Yangi bog'lar barpo etildi. Har bir maydon shunchaki mahsulot emas. Bu ishonch, muhabbat va kelajakka bo'lgan ishtiyoqning mujassamligidir. Aydar Arnasoy ko'llar tizimida havaskor ovchilar va baliq ovlash ishqibozlari uchun munosib sharoitlar yaratildi. Ovchilik xo'jaligi faoliyati yo'lga qo'yildi. Yovvoyi tabiat muvozanatini saqlash maqsadida tabiatdan ovlangan hayvon va parrandalar o'rnini to'ldirish uchun ularni tutqunlikda yetishtirishga mo'ljallangan maxsus pitomnik tashkil etildi. Ko'llar tizimidagi baliq zaxiralarini ko'paytirish maqsadida ko'p yillar davomida foydalanilmagan baliq chavoqlari yetishtirish inkubatsiya sexi to'liq rekonstruksiya qilindi. Natijada 50 million dona baliq chavog'i yetishtirildi va shundan 87 tonnasi tabiiy suv havzalariga qo'yib yuborildi. Ana shu ishlar mantiqiy davomi sifatida korxona faoliyatida yangi yo'nalish ochildi. Baliq mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarish boshlandi. Aholi uchun sifatli, ekologik toza va xavfsiz baliq mahsulotlari tayyorlanib, bozorga yetkazib berilishi yo'lga qo'yildi. Bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yana bir muhim qadam bo'ldi. Aholini parranda go'shti va tuxum mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida bir vaqtning o'zida 35 ming dona bedana yetishtirishga mo'ljallangan to'liq avtomatlashgan parranda fermasi ishga tushirildi. Shuningdek, 5 ming dona tuxum uchun inkubatoriy, jo'jalarni parvarishlash majmuasi va tsesarka qushlarini yetishtirish bo'yicha tajriba fermasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu ishlarning barchasi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va davlat iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan. Biroq eng asosiy omil inson omilidir. Shu maqsadda ish jarayonlari qayta ko'rib chiqilib, ortiqcha va takroriy ish o'rinlari qisqartirildi. Zarur yo'nalishlarda yangi ish o'rinlari yaratildi. Natijada qo'shimcha 1000 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Mahalliy aholi bilan ochiq muloqot ustuvor vazifaga aylandi. 2025-yil davomida 50 dan ortiq sayyor qabullar o'tkazilib, ishonch va hamjihatlikka asoslangan munosabatlar shakllantirildi. Bizning asosiy yutug'imiz raqamlar emas. Bu odamlar ishonchi va kelajak oldidagi mas'uliyatdir. Oldimizda marralar katta. Belgilab olgan tamoyillarimizdan og'ishmay, hamjihatlikda harakat qilsak, barcha ko'zlagan maqsadlarimizga albatta yetamiz. Chunki biz uchun taraqqiyot inson, jamiyat va tabiat uyg'unligidan boshlanadi.